Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Men Toshloq tuman ta'lim o'quv markazi o'qituvchisi G'ulom Qodir bo'laman. Bugundan boshlab sizlar bilan Ma'rif Tongko'tarov kimyo 2025 test to'plamini yechimlarini ko'rishni boshlaymiz. Mavzuyimiz valentlik va kimyoviy formula B test mashqlari. 1-2 savolda aytilyapti. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang. Oksid bu elementlarning kislorodli birikmalari bo'ladi. Ya'ni element va kislorod. Kislorodning valentligi doimo 2 bo'ladi oksidlarda. Indekslari X va Y ko'rinishida bo'ladi. Shunday birikmalarni ko'radigan bo'lsak, bu birikmalarni bemalol oksid deb ayta olamiz. Keyingisi sulfid bu deyapti. Sulfid bu elementlarning oltinguyutli birikmalari bo'ladi. Element oltinguyut. Bu yerda oltinguyutning valentligi 2 bo'ladi. X va Y indekslari. Mana shunday birikmalarni uchratadigan bo'lsak, bu sulfidlar bo'ladi. Bo'lishi mumkin natriy sulfid, kalsiy sulfidi va hokazo. 1-4 savol. Nitrit bu deyapti. Nitrit bu elementlarning azotli birikmalari bo'ladi yoki birikmasi. Element va azot. Bu yerda azotimiz valentligi 3 valentli bo'ladi. X va Y ko'rinishida indekslari. Nitrit. Navbatdagi savolimiz 2-1-savol. Kaliy gidridi formulasini ko'rsating. Gidrid o'zi nimaligini bilib olaylik. Gidrid elementlarning vodorodli birikmalariga gidridlar deyiladi. Vodorodning valentligi o'zgarmas 1 bo'ladi. Kaliy gidridi deyapti. Demak, elementimiz o'rnida kaliy va vodorod. Mana bu yerda indekslari X va Y. Bu yerda vodorodning valentligi 1, kaliyning valentligi ham 1. Agar valentliklari teng bo'lsa, bularga hech qanday indeks yozilmaydi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. 2-savol. Kalsiy gidridi formulasini ko'rsating. Kalsiy va vodorod yonma-yon yoziladi. Vodorodning valentligi 1, kalsiyning valentligi 2. Valentliklari biri toq, biri juft bo'ladigan bo'lsa, bularni indekslariga valentliklarini almashtirib yozamiz. Ya'ni kalsiyning valentligini vodorodning indeksiga, vodorodning valentligini kalsiyning indeksiga 1 bo'lganligi uchun o'zi bitta kalsiy borligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun yozish shart emas. To'g'ri javob D javob bo'ladi, kalsiy gidridi. 3-1-savol. Fosfor 5 oksidi formulasini ko'rsating. Biz yuqorida aytdik, oksid bu elementlarning kislorodli birikmalari. Kislorodning valentligi 2, X, Y ko'rinishida. Bizda qaysi element berilyapti? Bizda fosfor va kislorod. Kislorodning valentligi o'zgarmaydi. Fosforning valentligini 5 bo'lsin deyapti. Ko'radigan bo'lsak, valentliklari biri toq va biri juft. Bunday holatda elementlarning indeksiga ularning valentliklari almashtirib yoziladi. Ya'ni kislorodning valentligi fosforning indeksiga yoziladi. Fosforning valentligi kislorodning indeksiga yoziladi. Ya'ni qaychi usulida almashtiriladi. Fosfor 5 oksidi P2O5 ko'rinishida bo'ladi. Bu D javobda keltirilyapti. 3-savol. Yod 7 oksidi formulasini ko'rsating. Yod va kislorod. Kislorodning valentligi o'zgarmas 2. Yodning valentligi 7 bo'lsin deyapti.
Hop, ko'radigan bo'lsak, yana valentliklari biri toq va biri juft. Bu holatda qaysi usulda almashtirib yoziladi valentliklari indeksiga? Kislorodni valentligini yodni indeksiga yozamiz, yodni valentligini kislorodni indeksiga yozamiz. Yod 7 oksidi yod 2 O7 ko'rinishda bo'ladi. Bu B javobda berilyapti. To'g'ri, birinchi savol. Uglerod peroksidi formulasini ko'rsating. Uglerod va kislorod yonma-yon yoziladi. Kislorodni valentligi 2, uglerodni valentligi 4 bo'lsin deyapti. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, valentliklari 4 va 2 bo'lyapti. Agar valentliklar har ikkalasi juft bo'ladigan bo'lsa, elementni valentligini kislorodni valentligiga bo'linadi va chiqqan son kislorodni indeksiga yoziladi. 4 ni 2 ga bo'lsak 2, mana o'sha 2 kislorodni indeksiga yoziladi. Uglerod peroksidi formulasi uglerod kisloroddan 2 ta. Bu S javobda keltirilyapti. To'g'ri, ikkinchi savol. Oltin gut olti oksidi formulasini ko'rsating. Oltin gut va kislorod, kislorodni valentligi 2, oltin gutni valentligi 6. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, valentliklari ikkalasi ham juft bo'lyapti. Agar valentliklari har ikkalasi juft bo'lsa, elementni valentligi kislorodni valentligiga bo'linadi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 va chiqqan natija kislorodni indeksiga yoziladi har doim. Oltin gut kisloroddan 3 ta. Bu formula S javobda keltirilyapti. 5-birinchi savol. Kaliy oksidi formulasini ko'rsating. Kaliy va kislorod yonma-yon yoziladi. Kislorodni valentligi 2, kaliyni valentligi 1. Valentliklari biri toq, biri juft holatda. Bunday holatda bo'lsa, valentliklari qaysi usulda elementlarni bir-biriga indeks qilib beriladi? Kislorodni valentligi kaliy indeksiga yoziladi, kaliyni valentligi kislorodni indeksiga yoziladi. 1. O'zi bitta kislorod atomi borligini ko'rib turibmiz, shuning uchun 1 ni yozish shart emas. Bu formula D javobda berilyapti. 5-ikkinchi savol. Kalsiy oksidi formulasini ko'rsating. Kalsiy va kislorod. Kislorodni valentligi 2, kalsiyni valentligi ham 2. Agar valentliklari teng bo'lsa, hech qanday indeks yozilmaydi. Kalsiy va kisloroddan iborat kalsiy oksidi. Bu A javobda berilyapti. 6-birinchi savol. Mis 1 nitridi. Xo'p, yana bir eslab olamiz. Nitrid elementlarni azotli birikmalari, azotni valentligi 3 o'zgarmaydi, elementimizga o'zgarishi mumkin. Bizda qaysi element beryapti? Mis berilyapti. Mis va azot nitrid bo'lganligi uchun misni valentligi 1 bo'lsin, azotni valentligi 3 bo'lsin. Bu holatda ham valentliklari bir-biriga indeks qilib beriladi. Azotni valentligi misni indeksiga yoziladi 3, misni valentligi azotni indeksiga yoziladi 1 bo'lganligi uchun yozmay qo'yamiz. Mis 1 nitridining formulasi misdan 3 ta va azot. Bu S javobda berilyapti. Navbatdagi savollarimiz 6-ikkinchi savol. Temir 2 nitridi formulasini ko'rsating. Temir va azot. Azotni valentligi 3, temirni valentligi 2. Valentliklari bir-biriga indeks qilib beriladi. Azotni valentligi temirni indeksiga 3 ekan, temirni valentligi azotni indeksiga 2 ekan. Demak, temir 2 nitridining formulasi quyidagicha: temirdan 3 ta va azotdan 2 ta. Bu javob B javobda berilyapti. 7-birinchi savol. Natriy nitridi. Natriy
va azot. Azotimiz valentligi 3, natriyni valentligi 1. Hop, mana bu yerga 3 yozadigan bo'lsak, azot valentligi 3 bo'ladi. To'g'ri javob D javob bo'ladi. 7-savol. Magniy nitridi formulasi. Magniy va azot yonma-yon yoziladi. Azotning valentligi 3, magniyning valentligi 2. Valentliklari bir-biriga indeks qilib beriladi. Azotning valentligi magniy indeksiga 3 yozamiz, magniyning valentligi azotning indeksiga 2 yoziladi. Magniydan 3 ta, azotdan 2 ta berilgan formula bizda B javobda keltirilyapti. 8-savol. Kumush 1 sulfidi formulasini ko'rsating. Kumush sulfid bo'lgani uchun oltin yut bo'ladi. Oltin yutning valentligi 2, kumushning valentligi 1. Mana bu yerga 2 yozadigan bo'lsak, kumush 1 sulfidini yozgan bo'lamiz. Bu formula B javobda keltirilyapti. 8-si xrom 2 sulfidi. Xrom va oltin yut. Oltin yutning valentligi 2, xromning ham valentligi 2 bo'lishi kerak ekan. Valentliklari teng bo'lsa, indeksi yozilmaydi. Bu A javobga to'g'ri keladi. 9-savol. Rux sulfidi formulasini ko'rsating. Rux va sulfid bo'lgani uchun oltin yut yoziladi. Oltin yutning valentligi 2, ruxning ham valentligi 2. Valentliklari teng bo'lganligi uchun indekslari qo'yilmaydi. Bu formula A javobda keltirilyapti. 9-savol. Alyuminiy sulfid formulasini ko'rsating. Alyuminiy va oltin yut. Oltin yutning valentligi 2, alyuminiyning valentligi 3. Valentliklari bir-biriga indeks qilinadi. Ya'ni mana bu 2 alyuminiyning indeksiga, alyuminiyning valentligi oltin yutning indeksiga yoziladi. Alyuminiy sulfidining formulasi mana shu. Bu formula B javobda berilyapti. 11-savol. Mis 1 fosfidi. Hop, eslatib o'tamiz. Fosfid. Bu elementlarni fosforli birikmalari. Bu yerda fosforning valentligi 3 bo'ladi. Elementning valentligi o'zgarishi mumkin va shunga qarab indekslari ham o'zgaradi. Hop, savolga qaytamiz. Mis 1 fosfidi. Demak, misni yozib olamiz va fosfor. Fosforning valentligi 3, misning valentligi 1 bo'lishi kerak ekan. Bu valentliklari bir-biriga indeks qilinadi. Fosforning valentligi misning indeksiga 3 yoziladi. 1 bo'lganligi uchun 1 ni yozmaymiz. Bu formula C javobda keltirilyapti. 12-savol. Vannadiy 2 fosfidi formulasini ko'rsating. Vannadiy va fosfor. Fosforning valentligi 3, vannadiyning valentligi 2 bo'lishi kerak ekan. Biri juft, biri toq bo'lganligi uchun indeks qilinadi bir-biriga. Vannadiyning indeksiga 3 yoziladi, fosforning indeksiga 2 yoziladi. Hop, bu formula B javobda keltirilyapti. Sizlar bilan xuddi shu tartibda ma'rif tongli tarifni, test to'plamlarini, yechimlarini ko'rib boramiz. Hammaga rahmat.